Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun JavaScriptga bag'ishlangan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Hop, bugun sizlar bilan foydalanuvchi bilan ishlash interpolatsiyani ko'rib chiqamiz. Hop, bitta papka yaratib olaman yana. Lesson 2. Va buni ochib olamiz. Hop, index.html script.js dastlab kodni yozib olaman. Hop, bu yoqqa JavaScript va bu yerga script.js va defer deb yozib qo'yaman. Bak. Hop, foydalanuvchi bilan muloqotda biz brauzer yordamida ishlaymiz, ya'ni Google yordamida. Va buning uchun biz birinchi sarlavha yozib qo'yaylik. Hello web dunyosi va Open with Live server qilib ochib olaman. Ana bizda Hello web dunyosi deb chiqyapti matn. Hop, endi alert bilan tanisha olamiz. Alert bizga foydalanuvchiga ogohlantirish berish uchun ishlatiladi. Masalan, alert deyman. Hop, bu yerga kirish mumkin emas degan yozuvni foydalanuvchiga ko'rsatamiz. Saytga kirdim, kirish mumkin emas degan yozuv chiqdi. Hop, alert qachonki biz OK deb bosmasak, biz saytimiz mana update bo'lib turadi. Qachonki OK deb bosamiz, keyin tasdiqlanadi. Hop, bu alertni nima vazifalarda ishlatiladi? Masalan, biz bir nimani o'chirmoqchi bo'lsak, mana shu brauzerda o'zini qotirib qo'yib, foydalanuvchiga ogohlantirish berish uchun ishlatiladi. Ya'ni oddiy holatda modal o'yna yoki o'rtadan bunday yozuv bilan ham ko'rsatsak bo'ladi, lekin bizda sayt qotib qolmaydi. O'shanda o'chirib yuborish mumkin bilmasdan. Bunda esa mana bunday e'tiborni qaratib, buni o'rtadan chiqib turadi. Xo'p, keyin confirm bor. Confirm bizda savol berib, unga ha yoki yo'q javoblarini olishimiz mumkin. Masalan, buni kommentariy olib turaman. Confirm. Masalan, shu yerdamisan deb savol bersak, mana shu yerdamisan deb chiqyapti. OK deb bossak true natijani oladi, cancel deb bossak false natijani oladi. Ya'ni biz shunga qarab birorta vazifani bajarish mumkin. Agar masalan shu yoki 18 yoshdan kattamisan deb savol bersak, ha, kattaman demoqchi bo'lsa OK deb bosadi, yo'q desa cancel bosadi. Agar OK bo'lsa saytga kirib ketadi, cancel bo'lsa saytdan chiqarib yuboradi. Masalan, 18 yoshdan kattamisan deb savol beramiz. OK bosamiz, saytga kiradi. Hozir endi cancel deb bossam ham saytga kiradi-yu, endi biz o'sha natijani bitta o'zgaruvchiga ta'minlab, uni biz natijasini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, davom qilaman. Buni bu yerga rasmini ham, ya'ni natijasini ham qo'yib qo'yaman. Hop, bu yerga esa yosh deb qo'yamiz. Hop, keyingi darslarimizda mana shunday shartli operatorlar bor. O'shalar yordamida biz shartlar berishimiz mumkin natijaga qarab. Hop, keyin prompt bor. Prompt foydalanuvchidan ma'lumotlarni olish uchun ishlatiladi. Masalan, buni ham kommentariy olib qo'yaman. Let masalan ismini so'raymiz.
foydalanuvchidan prompt ismingiz nima deb so'raydi va uni natijasini alertga ko'rsataman. Hop, salom. Bu yerda o'zgaruvchi bo'lgani uchun men interpolatsiyadan foydalanaman qismda. Interpolatsiya mana bunaqa backtick bilan yoziladi. Backtick bu eski pastdagi chiziqcha va o'zgaruvchi esa uni dollar belgisi bilan yoziladi. Hop, ismingizni kiriting. Joe. Salom, Joe deb chiqyapti ma'lumot. Mana shunday ishlaydi. Hop, interpolatsiya mana birdaniga tushuntirib ketdim.